Assalomu alaykum barchaga. Bu shelyovka apparatimiz. Undan oldingi publikatsiyada uni qismlarini belgilab o'tdim. Demak, bu videomiz yangi kirib kelganlarga yoki anchadan beri kirib, uni to'liq va to'g'ri ishlata olmayotganlarga yoki vrachlarimizga yonidagi shogirdlarga qo'llanma sifatida ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan. Bu shelyovka apparatimiz birinchi navbatda bemorga va o'zingizga qulay bo'lish uchun balandligini to'g'rilashda ta'minlaydigan stoli bo'lishi kerak. O'ng qo'limiz doim joystikni boshqaradi. Joystik oldiga, orqaga, o'ngga, chapga, tepaga, pastga qilishni ta'minlab beradi. Bu sizga to'g'ri fokus olishingiz uchun kerak. Doim o'ng qo'l bilan joystik, chap qo'l esa obyektiv ko'ruvda tirqishni boshqaradi. O'ngdan chapdan yorug'lik tushishini yoki tirqishni keng yoki tor qilishni boshqarish uchun, uni rangini, yorug'likni darajasini boshqarish uchun kerak bo'ladi. Obyektiv ko'ruvda mana shu holatda o'ng va chap qo'l erkin harakat qilib, sizga bundan foydalanishni ta'minlab berishi kerak. Ikkinchi holat, ko'ruvda kontakt ishlashingizga to'g'ri kelyapti. Ya'ni ko'zda yot jism bor yoki qovoqlarni ontarishingiz kerak. Meybomi bezida tiqilishlar bor. Ularni ochish uchun instrument bilan ishlashingizga to'g'ri kelyapti. Bu holatda o'ng qo'l doim instrumentni ishlatadi. Chap qo'l esa hech qachon bo'sh qolmaydi. Strixovka qilish kerak va majbur. Hech ham esingizdan chiqarmanglar. Instrument bilan ishlaganda chap qo'l strixovkada turishi kerak. Chunki ko'zda o'zini himoya reaksiyasi bor. Instrument tekkanda o'zini himoya qilish uchun yumib ochadi, qimirlatadi. Instrument bilan esa bemorga ziyon berib qo'yishingiz mumkin. Shu holatda fokusni to'g'rilaganda chap qo'lda strixovkaga ushlaysiz, o'ng qo'l bilan instrument ishlatasiz. Shelyovkani yangi ishlatayotganlar, sizda bitta muammo bo'ladi. Ya'ni ko'rib, qaysi holatda instrument qayerda yurganini sezmaysiz. Sababi biz ko'rganimizda faqat ko'zimizga tayanamiz. Informatsiyani faqat ko'zimiz orqali, qaysi masofada, qayerda nima qilayotganimizni ko'zimiz hal qiladi. Shelyovkada ishlaganda ko'zimiz faqat tasdiqlaydi. Asosiy ishni esa qo'ldagi proprioretseptor va taktil retseptor bajaradi. Ya'ni qo'lingizni qaysi holatda turganini va qanday bosim bilan ishlayotganini qo'ldagi retseptor hal qiladi. Ko'z ko'rganingiz esa uni tasdiqlab beradi, to'g'ri yoki noto'g'riligini. Shuning uchun bu narsani rivojlantirish uchun faqatgina ko'proq mashq qilasiz. Bu yerga list qo'yib olingda, oddiy qora qalam bilan shakllar chizing, harflar yozing kerak bo'lsa. To'g'ri fokusni olasiz, qog'ozni qo'yasiz, chap qo'lingizni strixovka sifatida ishlatayotgan imitatsiyani berasiz, ya'ni qog'ozni orqadan ushlab turasiz. Fokusni olib turib, o'ng qo'lda shakllar chizasiz, yozasiz. Har xil ishni juda ham ko'p marta uzoq vaqt davomida takrorlang. Aynan shu holatda siz miyangizni proprioretseptor va taktil retseptordan olingan ma'lumotlarni ishlatishga majbur qilasiz. Shu holatda shelyovka apparatimiz ishlatiladi. Demak, bundan keyingi videolarda mikroskop bilan ishlashda, oftalmologiyaga bog'liq har bitta narsaga nimani ko'rishni, qanday ko'rishni o'rgatish uchun videolar tayyorlab beramiz. Instrumentlarni qayerdan olish, shoflar, ya'ni o'sha oftalmologiyada ishlatiladigan iplarning turlari va sizga nima, qayerda, qanaqa narsa kerakligini birma-bir video qilib boramiz. Obuna bo'ling, savollaringiz bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib so'rang.